Assalomu alaykum. 100 kunda 100 ta formula deb nomlangan challengeimizning bugun 31-kuni. Demak, bugungi muammoimiz Excel'da ko'p foydalanuvchilar yoshni to'g'ri hisoblashni bilishmas ekan. Demak, jadvalimizda o'quvchimizning ismi Asadbek, tug'ilgan sanasi 1-dekabr 2000-yil. Bugungi sana 2026-yil 16-fevral. Demak, Asadbekning yoshi shu holatda 25 yoshda. Lekin ko'pchilik foydalanuvchilar oddiygina qilib 2026-yil ayriladi Asadbekning tug'ilgan yilini va enter tugmasi 26 yoshda deb ko'rsatishadi. Hali tug'ilgan sanasi kelmasdan oldin. Bu uchun formula ishlatganimiz yana ham aniqroq. Demak, kerakli yacheyani tanlab olamiz va bugungi formulamiz nomini yozamiz. Formulamizning nomi razmdati bilan nomlanadi. Demak, bu formula Excel formulalari qatorida chiqmaydi. Shu sababli to'liq qo'lda yozishingiz kerak bo'ladi. Formulani yozganimizdan so'ng birinchi bo'lib tug'ilgan sanani belgilab olamiz va nuqta virgulni qo'yamiz. Ikkinchi bo'lib bugungi sanani aniqlash uchun Segodniy formulasidan foydalanamiz. Segodniy deb yozamiz, qausni yopamiz va nuqta virgulni qo'yamiz. Undan so'ng qo'sh tirnoq ochib Y harfini yozib qo'yamiz, chunki bizga yilda ko'rsatish kerak va qausni yopib enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, ana endi Asadbekning aniq yoshi ko'rinib qoldi. Buni butun jadval uchun ishlatib qo'yishimiz to'g'ri bo'ladi. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.